Quloqchan osmonosidagi tarix bo'lmuş Boysun bahori bugungi kunda 40 ga yaqin mamlakatlarga mezbonlik qilmoqda. Chunki bu yerda bugun ko'plab mamlakatlardan mehmonlar tashrif buyurib, o'zining folklor jamoalari hamda milliy chiqishlari bilan ishtirok etmoqda, shundaymi? Xuddi shunday Og'amurod, lekin nafaqat chet mamlakatlari, balki Surxondaryo viloyatidagi tumanlar ham maxsus qo'rg'onlar orqali kelib, o'z milliy qadriyatlarini aks ettiruvchi chiqishlari bilan aholi kayfiyatini ko'tarishga hissa qo'shishmoqda. To'g'ri aytasiz. Bunga bitta misol ortimizda turgan Qiziriq Qo'ng'irot folklor bolalar jamoasida ham misol ko'rishimiz mumkin. Surxondaryo viloyati Boysun tumanida chiroyli Boysun bahori bo'lib o'tmoqda. Biz bu Boysun bahoriga o'zimizning Qiziriq tumani qo'rg'oniga o'zimizning madaniyat markazi tashkil etilgan Qo'ng'irot folklor etnografik xalq dastasi bilan birgalikda aholi kayfiyatini ko'tarish maqsadida o'zimizning milliy qadriyatlarimizdan tashkil etilgan kuy va qo'shiqlarimiz bilan ishtirok etmoqdamiz. Bu kayfiyat, bu bayram juda chiroyli va ko'tarinki kayfiyatda o'tmoqda. Xalq juda xursand. Bu bayramlarni tashkillashtirishda Prezidentimizga juda katta rahmatlar aytamiz. Bu bayram hammaning kayfiyatini ko'tarmoqda. Biz bundan juda ham xursandmiz. Bayram taassurotlari albatta hamma har xil qabul qiladi. Biz lekin mana shu Qiziriq tumanidan keldik. Mana shu qo'rg'onni, mana shu dekoratsiya, mana shu dizaynlarida ham hamohang bo'lib biz ishtirok etganmiz. Ya'ni biz Qiziriq tumanidagi Qo'ng'irot xalq folklor etnografik dastasining men badiiy rahbari bo'laman. Taassurotlarimiz juda ko'p. Biz bu bayramga juda ham katta tayyorgarlik bilan kelganmiz. Atrofdagi tayyorgarliklarni ko'rib, biz yanada bizga motivatsiya bo'lib, yanada odamni ilhomlantirib yoradigan darajadagi muhit tashkil etilgan Boysun bahorida. Bu bayramga men 5 ta yangi asar bilan kelganman. Rasmiy Jasminaxon, men bitta narsaga guvoh bo'ldim. Kechagi ob-havoning injiqligiga qaramasdan tomoshabinlar soni ortyapti, lekin aslo kamaygani yo'q. Bunga nima misol keltirish mumkin? Xuddi shunday, kecha men ham bayramda oxirigacha ishtirok etdim va aholi kayfiyatidagi jo'shqinlik va qiziquvchanlik meni haligacha tark etgani yo'q. Uzmir Uz jamoasi siz uchun doim xizmatda.